Juma kechqurun Myunxen aeroporti ustida ko'rilgan dronlar harbiy razvedka dronlari edi. Bild nashri. Sumida temiryo'l vokzaliga 2 marta zarba berildi. Ukraina jamoalar va hududlar vaziri Aleksey Kuleba. Uning so'zlariga ko'ra, birinchi zarba shahar atrofi poyezdi lokomotiviga berilgan. Ikkinchi zarba esa Kiyev-Shostka yo'nalishidagi poyezd elektrovoziga berilgan. Hujumlar oqibatida jarohat olganlar bor. Tibbiy brigadalar jabrlanganlarni shifoxonalarga olib ketishdi va zaruriy yordam ko'rsatmoqda. Boshqalar qutqaruvchilar nazorati ostidagi boshpanalarda joylashgan va xavf tugagach evakuatsiya qilinadi deb yozdi Kuleba. Ukraina dronlari Rossiyaning eng yirik neftni qayta ishlash zavodlaridan biriga hujum qildi. Meduza nashri. 4-oktyabrga o'tar kechasi Leningrad viloyatining Krishi shahrida joylashgan neftni qayta ishlash zavodi Ukraina dronlarining hujumiga uchradi deb xabar bermoqda nashr. Leningrad viloyati gubernatorining so'zlariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari dronlari Krishi shahriga hujum qilganini tasdiqladi. Uning aytishicha, havo mudofaasi kuchlari 7 ta dronni urib tushirishga muvaffaq bo'lgan. Shutdown tufayli Qo'shma Shtatlar Milliy yadro xavfsizligi boshqarmasida 8 kun ichida yadro arsenali ustidan nazoratni amalga oshirish uchun mablag' tugashi mumkin. AQSh energetika vaziri